Assalomu alaykum. Qadrli To'g'ri Forak kanali muxlislari. Bugungi videodasturimizda ko'plab obunachilarimizni taklif istaklariga binoan Shohimardon qishlog'ining markazidan olib boryapmiz. Ya'ni ko'plab obunachilarimiz yoshlik davri o'tgan joylar ekan, ana shu joylarni obzor qilinganda va markaz obzor qilib Hamza haykali Hazrat Ali maqbarasi tomon chiqamiz. Mana Shohimardon qishloq markazidagi o'yingohlar kimga yodda bo'lsa demak hali o'shanday turibdi. Kachaylarimiz o'zgarish bo'lgan yo'q halicha. Mana chaqtirlarimiz kim chiqqan bo'lsa. Markazimiz hozir tepaga Hamza Hangizadan Niyozida haykali chiqishdi. Ana ikkita tog' orasida buloq bor, o'sha obzor qilamiz. Keyin tepaga chiqamiz. Mana Shohimardonning markazi. Mana kimga o'diga tushgan shu joylar mana. Daryoda dorvo'ylarimiz bo'lyapti, har doim beri. Mana. Hozir shu buloqqa boramiz. Mana o'sha ko'plab ziyoratchi keladigan joyga keldik. Hozir zinamiz bilan ekan fotosessiya jarayoni ketyapti. Mana Shohimardonda yana Yordon va Dugobasardan keladigan soyimiz. Hozir pastga tushamiz. Zinamizdan tushamiz. Manzara o'ta juda go'zal. Shohimardonga kelgan hatto ziyoratchi albatta mana shu joylarga keladi. Tog' orasi bilan o'ziga yaxshi ramziy ma'nosi bor, ya'ni bu yer Shohimardonning chiroyli bizga ko'ringan joyi hisoblanadi. Mana shular. Mana bu yerda buloq bor, mana kimga esiga tushgan bo'lsa, bu tog' orasidan buloq chiqadi. Allohning mo'jizasi mana, Ulug'vor tog'lar. Har bir Shohimardonga kelgan davolovchi mana shu joyga keladi. Ya'ni o'ziga yarasha salqin, o'ziga yarasha chiroyli maskan hisoblanadi. Hop, endi tepaga chiqamiz. Hazrat Ali maqbarasi va zinaga chiqish jarayonini videoga qilamiz. Videolarimizni ko'rish jarayonida videolarimizga like bosinglar, podpisatsiya tugmasini bosinglar va Shohimardonga eng yoshligida kelgan yaqin do'stlaringizga, kelolmagan tanishlaringizga tashlab qo'yinglar. Zora ulardan buyukroq kelib yana yoshlik damlarini eslasa. Mana boljolarimiz bilan zamonaviy bo'ygohlar kelgan. Bundan kelgancha ishlarim bo'ygohlarimiz. Tepaga chiqish jarayonida mana bunday yangi konsert o'tkaziladigan amfiteatr qurilibdi. Kim ko'rishga turgan bo'lsa mana shu yerda shu viloyatimiz respublikasidan san'atkorlari kelib o'zlarining konsertlarini qo'yapti mana. Mana Zakirzoda Niyozida muzeyi. Bu amfiteatr ham o'tganda yo'q edi, tashmasam bu yil qurilibdi. Ana atrof.
Mana muzeyimizni chiqish jarayoni. Ko'pchilik eslasa kerak. Ana shu Hamza aka Niyoziyga qo'yilgan monumentda juda mashhur hisoblanadi. Chunki ko'pchilik yoshlik sotadigan haykal. Mana eslaringda bo'lsa, eskalator ishlaridan oldin o'zim ham yoshligimda chiqqanman, lekin hozir ishlagani yo'q. Mana endi zinadan chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, zinamizni chiqish jarayonida siz obunachilarga video syomkadan qilib boramiz. Chiqish oson emas. Xo'p, zinamiz 230 sotadan zinadan iborat ekan. Shahmarlarning tepadan ko'rinishi. Zinaga chiqamiz mana. Ko'pchilik aytadi, chiqqanda sanalgan zina qaytib tushganda to'g'ri kelmaydi deydi. Eslab ko'rmaganman, lekin aytishadi. Masalan 230 sotda chiqish bo'lsa, tushish jarayonida zina yo 233 yoki 232 ga to'g'ri kelib qoladi deyshadi. Buni sanaganlar bo'lsa, kamaytirib olsalar mumkin. Ana zinamiz endi. Lekin son. Dam olib chiqamiz tepaga. Chiqish jarayonida bunday dam olgan joylar bor. Yosh katta onaxonlarga, yosh bolalarga. Zinamiz. Shohmardan kelgan ko'pchilik mana shu zinani eslaydi. Chunki bu zinaga chiqmagan odam Shohmargonga kelmagandek his qiladi o'zini. Dam olgan joyda. Xudo ozgina qoldi. Ben Shohmardondagi zinaga chiqsam, Futtali Samarqanddagi Hazrat ziyoratgohi bor. Orga chiqish jarayoni. Shu esimga kelaveradi. O'zidan oldin bu zina hech narsa emas, chunki Hazrat ziyoratgohiga chiqishdagi zinada o'zim shaxsan 2 soatda chiqqanman. Chunki oson emas chiqish. Ana agar chiqqanlar bo'lsa kommentariyada yozinglar. Shu Dovuz ziyoratgohi orga chiqish jarayoni. Ana sekin-asta tepaga qarab ko'ryapmiz. Shohmargon qishlog'ini tepadan ko'rinishi. Ana sekin-asta davolchilar chiqib kelyapti. Ben ozgina harakat qilamiz. Sayohatni davom ettiramiz. Tepaga chiqib tepaga chiqamiz. To'g'ridagi Hamza muzeyi atrofda mana maqbaralar. Tepaga chiqqanda hamma savdo do'konlarimiz bor. O'zlaring uchun esdalikka biron so'p ketishlari mumkin. Mana shu qatorlar mana shunday. Hazrat Ali maqbarasi. Kimdir yodiga tushgan bo'lsa, hozir biz eng tepasiga chiqdik. Mana shu joyda Shohmargon qishlog'ini umumiy ko'rinishini
sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Ana shu Shohimardon qishlog'i. Bular ko'rinishi. O'rganimizdan tushdi. Juda so'lim, chiroyli, saqlam joyda joylashgan. Bu ham Alloh qudri biz bandalarga bergan inoyati. Allah'ımız. Ana o'sha o'zgarish juda katta bo'lgan mana shu Shohimardon. Tepada ziyoratchilar. Atrof lekin ancha obodonlashtirilgan. Hazretleri maqbarasi. Ko'pchilik kelib bu yerda to'y foto o'qib ketishadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyoratchilarimizga ma'lumot berishyapti. Albatta tashrif buyursalaring mana shu yerdagi maqbara shahri sizlarga ancha ma'lumotlar beradi. Bu daraxtning yaqinda turganimda shaft olib sinib ketdi mana shu. Shohimardonda shamol qattiq bo'lar ekan. Savdo do'konlarimiz. Mana muzeyimiz. Muzey ollari ancha chiroyli qilib obodonlashtirib qo'yilgan. Mana barchalarimiz juda katta archaga o'xshaydi. Dekorativ archalar bor. Archalar bilan degan. Bu suni xizmatlar deyishadi. Shoxi katta bo'lib ketar ekan. Gulga qiziqadiganlar bo'lsa, mana xizmatlar. Bu qadrolda bugungi Shohimardon markaziga bo'lgan sayohatimizni yakunlaymiz. İnşallah Shohimardonni qolgan yana ko'zga ko'ringan chiroyli joylarini obzor qilishga harakat qilamiz. Bugungi video obzorimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar va obuna bo'lishni unutmanglar. Va videolarimizni eng yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.